Hammaga YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda 2026 yilgi Nissan Leaf haqida batafsil ma'lumot beraman. Nissan Leaf dunyodagi eng mashhur elektromobillardan biri bo'lib, 2026 yilgi avlodi butunlay yangicha dizayn, zamonaviy texnologiyalar va uzoqroq yurish masofasi bilan taqdim etildi. 2026 yilgi Nissan Leaf endi avvalgi hatchback ko'rinishidan voz kechib, naviy crossover uslubiga ega bo'ldi. Aerodinamik dizayni, ingichka LED faralari, yopiq old panjarasi va sport uslubidagi kuzoviy avtomobilga yanada zamonaviy ko'rinish beradi. Yangi platforma tufayli salon kengroq va qulayroq bo'lib, yo'lovchilar uchun ko'proq joy yaratilgan. Ichki qismda katta raqamli asboblar paneli va sensorli multimedia ekrani o'rnatilgan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanadi. Simsiz telefon quvvatlash, ovozli boshqaruv, USB-C portlari va internetga ulangan zamonaviy multimedia tizimi mavjud. Premium versiyalarda panoramali tom, sifatli audio tizim va elektr sozlanadigan o'rindiqlar ham taklif etiladi. 2026 Nissan Leaf yangi elektr platformasidan foydalanadi. Turli komplektatsiyalarda quvvati farq qiladigan elektromotorlar taklif qilinadi. Kuchli tezlanish, silliq harakat va deyarli shovqinsiz haydash elektromobillarning asosiy afzalliklaridan biridir. Eng muhim yangiliklardan biri batareya texnologiyasidir. Nattarok, sigimli batareya tufayli avtomobil bir marta to'liq quvvatlanganda taxminan 480 km/gacha yurishi mumkin. Haqiqiy masofa haydash uslubi, ob-havo va yo'l sharoitiga qarab o'zgaradi. Tez quvvatlash imkoniyati ham yaxshilangan. Tezkor DC quvvatlash stansiyalarida batareyani taxminan 3 daqiqada 10% dan 8000% gacha quvvatlash mumkin. Uy sharoitidagi AC quvvatlagich orqali esa to'liq quvvatlash bir necha soat davom etadi. Xavfsizlik tizimlari ham ancha rivojlangan. Nissan Safety Shield 306 tarkibiga avtomatik favqulodda tormozlash, piyodalarni aniqlash, ko'r nuqta nazorati, bo'lakda ushlab turish yordamchisi, adaptiv kruiz nazorati, orqa harakatni kuzatish va 360 darajali kamera kabi funksiyalar kiradi. Ayrim versiyalarda ProPilot haydovchiga magistral yo'llarda boshqaruvni yengillashtiradi. Elektromobil bo'lgani sababli yoqilg'i xarajatlar deyarli bo'lmaydi. Elektr energiyasi bilan yurish benzin yoki dizel avtomobillariga nisbatan ancha tejamkor. Shuningdek, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari ham pastroq. Chunki dvigatel moyini almashtirish yoki murakkab transmissiya xizmatlari talab etilmaydi. Afzalliklari zamonaviy dizayn, uzoq yurish masofasi, tez quvvatlash, keng va qulay salon, ilg'or xavfsizlik tizimlari, past ekspluatatsiya xarajatlari va ekologik tozaligi. Kamchiliklari, ayrim hududlarda quvvatlash infratuzilmasi hali yetarlicha rivojlanmagan. Uzoq safarlarda quvvatlashni oldindan rejalashtirish kerak bo'ladi. Shuningdek, yuqori komplektatsiyalar narxi nisbatan qimmatroq bo'lishi mumkin. Umuman olganda, 2026 yilgi Nissan Leaf zamonaviy texnologiyalar, yaxshilangan batareya, salon va xavfsizlik tizimlari bilan elektromobil bozoridagi eng qiziqarli modellardan biri hisoblanadi. U kundalik foydalanish, oilaviy safarlar va ekologik toza transport izlayotgan haydovchilar uchun juda yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Kanalimga obuna bo'lishni unutmang va har kunlik yangilanishlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham bosishni unutmang.